Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizani kanalni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, aka-ukalarimiz. Aka, siz uyda televizorni yoqib olib, bemalol mana shunaqa chiroyli qasr xonadonlarni ko'rishingiz uchun men alohida albomli formatda video qo'yaman. Siz bo'lsa, hali ham kanalga podpisatsiya qilib qo'ymadingiz. Bugungi yangi xonadonimiz 3 sotix. Narxini ham mayli sirazi aytib o'tib ketay, lekin boshqa videolarimda oxirida aytaman. $225,000 3 sotix binoimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 250 kvadrat, podvol birinchi va ikkinchi qavat. Joylashgan joyi ham zo'r mahallada. Boshqa supermarketlardan o'zini katta assortimenti bilan ajralib turadigan oilaviy supermarket Andalusga kelganmiz. Bugun Toshkent shahar bo'yicha o'zini 7 ta filiali bor. Men Instagram profilligisini atmetka qilib qoldiraman. Kiring, ko'ring, qaysi lokatsiya sizni yashayotgan joyingizga yaqinligini va o'zingiz kelib assortimenti ko'pligiga bitta ishonch hosil qilasiz. Aynan siz qidirgan mahsulotlar bizani supermarketimizda bor. Hammanglarni Andalus do'konida kutib qolamiz. Chilonzor tumani, Do'mbrobod mahallasi. Do'mbrobodda ham Govhar ko'chasida joylashgan. Yangi mahalla. Hamma uylar mana bunaqa seryozni. O'zicha bunda ahamiyat bergan bo'lsangiz-chi, aka, har bitta rayonni o'zini seryozni mahallasi bor. Yunusobod bo'ladimi, Chilonzor bo'ladimi, Mirzo Ulug'bek bo'ladimi, bitta ajralib turadigan seryozni mahallasi bor o'zini. Mana ko'chani yuzidan 50-60 metr kirganimizda mana shu xonadonimizni 3 sotixli eshik tagiga bemalol ikkita mashinangizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin bilmadim, men mana shu chiroyli yashil maydon qilib qo'ygan bo'lardim. Baribir oldi tarafida archalarni ekib qo'ysangiz, o'zini paliflari bilan juda boshqacha bo'ladi. Endi olganingizdan keyin baribir fasadida et betiga qarab olasiz. Ichkariga kiramiz. Kiraverish darvozamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik. Kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa katta bino kutib oladi. Bilmayman, 3 burchak tom bizani o'zbekchiligiga qanaqadir yoqadi-da, bilmayman. Hammani bir 90-80% deylik, mayli, hozir ko'payib ketdik, qayta uylar. 80% uylar mana shunaqa 3 burchak tomda qilingan. Albatta, kommentariyada yozib qoldiring. Sizga 3 burchak tom yoqadimi yoki tekis tom bo'lgani yaxshimi? Xo'p, xonadonimizga kirdik. O'ng qo'limizda mana shu bizda yopiq ayvonimiz qilingan. Yopiq ayvon deyiladimi bu yo yopiq terrasa deyiladimi? O'zingiz kommentariyada to'g'risini yozib keting. Atrofi to'liq mana shunaqa oyna bilan o'ralgan. O'zining ichida sanuzyul bor. Tashqari tarafimizda ham sanuzyul bor. 3-4 ta mashina bemalol sig'adi, lekin bilmadim nimagadirchi mana yashil maydonga joyi okamlar kamroq qoldirib ketibdilar. Men kattarog'i ham bo'lardim. Men agar olsam ertaga bu xonadonni fasadini bitta asvejit qilardim-da, yashil maydonnichi kattaroq qilib mana shu kecha yashil maydon qilib qo'yardim. Nariyo burchaga bitta chiroyli yozgi oshxonani joylab qo'yardim. Ha, aytgancha, men bu yopiq ayvonni yozgi oshxona qilaman, ishlatsangiz bo'ladi. Ham yozgi, ham qishki oshxona qilib qo'ysangiz, uyimizning ichida ham to'g'ri oshxona bor. Mana shu ham qilib qo'ysangiz, ana barbekyu zona, tam uyda bo'lgan kuningiz yakshanba kuni o'choq qozonlarda qozon koplarni uydagilarga tayyorlab bersangiz, baribir o'zini gashti boshqacha. Xo'p, ichkariga o'tamiz unda. Planirovkani bitta ko'rsatay. Asosiy kiraverishimiz. Kirib keldik, akam aytibdilar-ki, bu xonadonni bizga o'tgandan keyin aboylari sal eski chirog'ida yangiga alishtirib qo'ydim dedilar. Rostdan ham kirganda atmosfera aboylari priyatniy bo'lib turibdi. Ichida menimcha hech qanaqa ish qilmaysiz. Tashqarida endi fasadini bittasi yashasa bo'ladi. Nobodo agar qanaqadir bugungi yangi stilda atachentami nimadir qo'raman desangiz, nobodo ustini qilish kerak. Xo'p, divanli zona, stol stul zona bemalol qo'ysa bo'ladi. Panoramli oynalar hovlimiz tarafga qaragan. Bu bizani hovlimiz bo'ldi. Kirdik, chap qo'limizda bo'lsa, bu bizani oshxona qismimiz. Oshxonamizda ham o'zining mebellari qo'yilgan. Bemalol ovqat tayyorlab turib, shu yerda ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Lekin undan tashqari bo'lsa, bizani hovlimiz bor, aka, hovlda ham bemalol o'tirsa bo'ladi. Yo'ligimizdan o'tdik, bu yerda bizani общий sanuzyulimiz joylashgan va ro'paramizdagi xonamiz bo'lsa, bu bizani zal qismimiz. Birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan zalimiz bo'ldi. Xolasangiz kirgandagi yopiq ayvonimizni zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ham bo'tdi. Hozir spros bo'lib ketib qoldi-yu, o'zidan o'zi bilmayman, yangi spros chiqdi. Ikkita zal bo'lishi kerak.
Erkaklar ayollarni alohida mehmondorchilik qilishimiz uchun deb. Xo'p, bu ichkaridagi zalimiz va shundoq yonida bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz va bu yotoqxonamizni bo'lsa, o'zini ichida sanuzyili bilan qilingan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan yana bitta hol kutib oladi. Bizani ikkinchi qavatda o'zida men okamga aytdim, aka, ikkinchi qavatda hol kerak emas, bir o'zida yetadi desam, Murod tor bo'lib qolardi deb aytdi. Endi mashina shuni to'sish kerak-da, mashina ham bitta xona qurish kerak. O'zbekchilikda nima kerak? Xonasi ko'p bo'lishi kerak. Xo'p, holimizdan shunday chiqdik, balkon qismimizga qilingan va balkonimizdan mahallamizning ko'rinishi. Ro'paramizda ham yangi xonadonlar, chap qo'limizda ham, o'ng qo'limizda ham yangi xonadonlar joylashgan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu bizani birinchi yotoqxonamiz. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan birinchi yotoqxona. Bolalar uchun buni, menimcha bolalar uchun qilib qo'ysangiz yaxshi. Mana bu xonani ham bitta xona qilib olsangiz, o'shanda ikkinchi etaj o'zida 4 ta xona bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, zalimizning tepasi ikkinchi xonamiz. Ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xona va shundoq yonida bo'lsa, ikkinchi qavatimizdagi uchinchi xonamiz va bu xonani o'zini ichida xuddi shunaqa sanuzyili vannasi bilan qilingan va birinchi qavatimizdagi sanuzyulimizning shundoq tepasida yana bitta sanuzyul qilingan. Hozir mana kelib, mana shu Do'mbrobod G'o'xar mahallasidan uy-joylarning narx-navosini so'rab surishtirsangiz, yerni o'zini palonming deb turishibdi. Bu xonadonimizni narxiga ham yaxshi, o'zi ham yaxshi joyda joylashgan. Primoy joyi egalarini telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Aka, murojaat qilasiz bizning nomimizdan.